Qo'yib, mana bu narsa esa Suxoy tuman apparati bo'ladi. Mana Suxoy tumanimiz ishlab chiqarilyapti. Bitta mashinaga o'rtacha necha pul bilan Suxoy tuman qilsak bo'ladi? Bitta mashinaga 15 ming so'm bilan Suxoy tuman qilib olsak bo'ladi. Bu yerda Lacoste, Chanel, Dima bilan Davidov, Chanel, Versace funksiyalari bor. Bu yerda chernitil ham bor. Chernitil degani baloningizni qara qilib olasiz. Bitta cho'tki qilib qap-qara qilib olasiz. Bu yerda ishlaydi. Korpuslari nerjavikadan, usti shisha, zanglamaydi, churmaydi. Xo'p, pilisos ham shunda bormi? Bu protezda ketyapti. Bundan bir bag'ona katta bo'ladi. Ichida xo'sh 6 xil hidi bo'ladi. Turbo sushkasi ham bo'ladi, pilisos ham bo'ladi. Pilisosimiz 3 motorlik bo'ladi. Tip o'rnatib berish ichida. Bu Moysamni daromad aka 70 ga 30. 30% расход, 70% daromad aka. Bu ekonomiy variantini olsangiz, sizga ham ancha xizmat qilib beradi, ancha yil ishlab beradi. Ekonomiy variantlari bor, отчетлigi bor, klikligi bor, onlayn sensor apparatlarimiz bor. Komplekt ichida pult upravleniyamiz kiradi. Mana Germaniya pistoletlari kiradi. Mana yozilgan. Mana Germaniya bu pena pistoletimiz. Xo'sh, ko'rik dvigatellarimiz kiradi. Motorni upravleniyamiz mana bu invektorlik bo'ladi. Ekonomiy variant. Xo'p, barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini O'tkirбек. Aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar. Mana shu yerga Suxoy tumanini o'zi ishlatib ko'rdik. Ko'zlaringiz bilan ko'rdingizlar Suxoy tumani ishlashini. Xo'p, mana shunaqangi Moysam biznesini ochib turib, ukalarimizdan mana shu apparatni sotib olib, hamda mana shunaqangi Suxoy tuman apparatini ham sotib oladigan bo'lsangiz, sizni biznesingizga klientni yaxshiroq chaqiradi, o'ziga jalb qiladi. Xullas, bu ham bitta komfortlik hisoblanadi. Xo'p, yangilik bo'lgan Suxoy tuman apparatlarimiz. Xo'p, undan tashqari Moysam apparatlarimiz narxlari arzonlagan. Hozir video davomida ukamizdan chiroyli qilib ma'lumot olamiz. Xudo xolasa O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'ylab eng sifatli Moysam apparatlari va hamda mana bunaqangi Suxoy tuman apparatlari hammasi etib ustanovka qilib berish imkoniyati mavjud. Xudo xolasa shunaqangi imkoniyatdan foydalanish kerak. Sezon boshlangan biznes, sezon tugamaydigan biznes. Yozgi kuniga ham, qishni kuniga ham bu moyka avtomashinamiz uchun kerak bo'ladi. Xullas, bizdan taklif, sizdan esa qaror qabul qilish. Bo'sh yeringiz bo'ladigan bo'lsa, mana shunday Moysam biznesini boshlaydigan bo'lsangiz, sizga yaxshigina kunlik daromad keladigan bizneslardan biri. Kelajagi bor bo'lgan biznes. Musofirdagi akalarimiz sog' salomat oila bag'riga yorug' yuz bilan kirib kelishlik hammalaringizga nasib ro'zalasini deb qolamiz. Garantiyasi bor bo'lgan apparatlarimizni taklif qilamiz. Xo'p, adresimiz Buxoro shahri, ko'pchilik biladigan Futor Cheremet Optim bozorni ro'parasiga. Hammalaringiz taklif qilamiz. Kelib mana shu yerdan ayirib tanlab olish imkoniyati mavjud. Sezon allaqachon boshlangan biznes bu Moysam biznesi. Xudo xolasa yoz fasli ham kirib keldi. Moysam biznesini ochib turib, shunaygina Suxoy tumanini ham agar joylashtiraman, Moysamga dekorlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, hozirgi videomizga mana shu Suxoy tumanini ham sizlarga chiroyli qilib ma'lumotini beramiz. Narxlari ham juda ham hamyonbop narxlarda. Xo'p, mutaxassisimiz ukamiz bizga chiroyli qilib ma'lumot berdilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan. Rahmat bo'lsin. Xo'p, Bek Buxoro kanalining obunachilariga mana bunaqangi kelajagi bor bo'lgan biznes, bu Moysam biznesini bizga chiroyli qilib tushuntirib o'tsangiz, hozirda Moysam biznesini agar o'rnatadigan bo'lsak, har bir kolonnasiga, har bir boksiga necha puldan ketadi va nimalar kiradi, chiroyli qilib sizdan ma'lumot kutib qolamiz. Apparatlarimiz qanaqa, necha xil funksiyalari bor? Xo'sh, apparatlarimiz akajon $2700 dan $4500 boshlanadi. Ekonomiy variantlari bor, отчетлigi bor, klikligi bor, onlayn sensor apparatlarimiz bor. Komplekt ichida pult upravleniyamiz kiradi. Mana Germaniya pistoletlari kiradi. Mana yozilgan. Mana Germaniya bu pena pistoletimiz. Xo'sh, ko'rik dvigatellarimiz kiradi. Motorni upravleniyamiz mana bu invektorlik bo'ladi. Ekonomiy variant. Bu yerdan masalan qo'yiladi suvga 5,5 kW tok ishlasin, 200 bar ishlasin, qolgan pena, aktivniy qiyma, nano shampunga 2 kW tok ishlab 100 bar sepadi. Bu bitta mashinaga 60 litr расход qiladi. Shitimizni yuzida necha voltdan tok kelayotganini ko'rsatib beradi. Komplekt ichida yana italyanskiy konsollarimiz ham bor. Bu tayyor Italiyadan keladi. Qo'l bola samodelni tayyorlanmaydi. Bu tayyor keladi. Shlanglari ham 2 qavatlik trosdan. Garantiyalari 5 oydan 1 yilgacha. Etib o'rnatib berish hammasi ichiga. Bu motor, to'g'rimi? Motorlarimiz xo'sh, pompasi
italyanskiy motor tureskiy 250 bargacha chiqadi. Mana bu yerdan manometrdan necha bardan sepaykonini ko'rsatib o'tiradi. Mana e'tibor beramiz, Made in Italia. Mana Italiyadan to'g'ridan-to'g'ri keladi pompalarimiz, to'g'rimi? Har bir boksga mana shundan bitta bo'ladi. Bitta bo'ladi, ha. 2500 dan 4500 dollargacha. Sabablari shu. Ekonom, отчет, klik. Bular nima? Mana bular. Bu nasoslari. Bu xima to'rtakon nasoslari bo'ladi. Mana bu yerda turadi. Qurib berganimizdan keyin mana bunaqa nasos, tabletka, mana shunga o'xshash melchovka narsalardan zapas tashlab ketamiz. 5 oy bizlar bilan bog'lanib turadilar, servis xizmati ichida. 5 oy servis xizmati tekin, 1 yil apparat uchun garantiya, 5 oy servisi tekin. Aha. O'nikda bo'layotgan etib o'rnatib berish ichida. Xo'p, agar masalan bizda yerimiz bor, joyimiz bor, endi o'zlaringiz borib, chertyojni chizib, maslahatlashib, misol nimalar bilan, joyni egasi bilan, mo'ysam qurmoqchi akamiz bilan borib yuzma-yuz bo'lib chertyojni chizib, qanday bo'ladi, hammasini naveslarini chertyojga chizib bera olamizmi? Bera olamiz. Любой telefon qilsalar, agar joylar quruq yer bo'lsa, agar o'zimiz borib ichiga hammasi chertyojlarini chizib berib, kanalizatsiya qayerga bo'ladi, kolodus qayerga bo'lish kerak, 380 tok qayerga kelish kerak, qanday bo'lish kerak, dizaynlari qanaqa bo'lish kerak, polni ma'lumotlarni borib, ko'rsatib, apparatlarni ko'rsatib, dogovor qilib kelamiz. Bu chertyoj chizib berish ichiga tekin. Ha, chertyoj chizib berish ichida bo'ladi. Ichida. Endi ko'pchilik hozirda endi bu mo'ysam biznesini o'zidan xabaringiz bor, texnika ko'paygan. Chunki hozirda mashina ko'paygandan keyin bu mo'ysam apparatiga bizning ehtiyojimiz juda ham ko'p bo'ladi. Shu uchun mo'ysam biznesidan hozirda bunda yaxshi daromad ham qilsa bo'ladi. Bu mo'ysamni daromad aka 70 ga 30. 30% расход, 70% daromad aka. Bu ekonomik variantini olsangiz, sizga ham ancha xizmat qilib beradi, ancha yil ishlab beradi, sizni tokingizni, ximiyalaringizni ekonom qilib beradi. Apparatni qurib berganimizdan keyin o'zimiz bilan mana bunaqa ximiyalarni aytamiz 1 litrdan. Masalan, bu yerga qo'yilgan aktivniy ximiya bor, vosk, nano shampun, pena. Ana shu 4 ta funksiyadan o'zimiz bilan ishlatib berish uchun 1 litrdan aytib beramiz. Dalnishiga keyin yana o'zlari olsalar. Ana bizda ximiyalarimiz hammasi original, как положено plombalargacha turibdi. Biza faqat original mahsulot ishlatamiz. Qo'yib berakon dersamiz aka, bu bizlarning yuzimiz, dalnishi xohlaymiz, kelgan qo'yib bergan odamimizga qanday ekan apparatlaring degan paytlarga baraka topdim, yaxshi ekan deb aytishlarini xohlaganimiz uchun qo'ldan kelguncha yaxshi, sifatli, eng zo'r apparatlarni qo'yib berishga harakat qilamiz. Bu ximiyalarimizni qayerdan olinishigacha adres berib, shunday tushuntirib kelishimiz mumkin. Xo'sh, bu apparatlarimiz qayerda ishlab chiqariladi bular? Bu korpuslarimiz o'zimizda ishlab chiqariladi, miyasi, platalari chetdan keladi, o'zimiz yig'ib, zborka qilib, mo'ysam apparat qilib ishlab chiqaramiz. Kelakon pistoletlari Germaniyadan keladi, bu penaning pistoleti, qo'yish mana bu suvning pistoleti. Biz faqatgina sifatli mahsulotlardan ishlatamiz. Xo'p, shuni bittasini ichini ochib ko'rsatib bersak bo'ladimi? Bo'ladi. Ichana polni shumka qilingan, akkuratni holatda yig'ilgan bo'ladi. Pulni ichiga tashlaydi. Endi bu pulni ichiga tashlaydi-da. Ha, ichiga tashlab beradi pulni. Endi bu to'g'risi stilaj uchun turibdi, prosta reklama uchun, hozir tayyor emas. Aha. Reklamni analizasi, akkuratni kablarni qarang. Vatn bilan обшивать bo'ladi, chunki nam shumka qilingan, germetichni korpuslari nerjavikadan zanglamaydi, churmaydi. Bu yerda karta ham qabul qiladi. Karta degani o'zini mo'ykaning kartasi bo'ladi. Necha pul отчет bo'lgani, bitta VIP karta bo'ladi. O'zini mashinalarni tekinga yuvib olsalar bo'ladi. Korpuslari mana bu yerlarda fonni shishadan. Ha, garaj go'shi shisha. Mana hozir bular hammasi bir xil, mana shu 4 talasi. Endi hammasi bir xil dizayn, faqat fasonlari farq qiladi. Bu yerda masalan bunaqa fason. Mana bu qanaqa? Bu ham korpusi nerjavikadan fason, faqat masalan bu yerda 4 ta, bu yerda 4 ta knopka, bu yerda bo'lsa, bu yerda splashnoyga berilgan. Hammasi bu yerda bir xil. Mana pastaklarimizdan bular hammasi tayyor bor etib, o'rnatib, ishlatib, ko'rsatib bera olamiz. Xo'p, ana endi shu mo'ysam apparatini oldik, o'rnatdik. Agar biz yoniga bitta mana bunday So'y tumandan agar oladigan bo'lsak, bu ham yaxshi variant. Ha, aka, bu O'zbekistonga yangi kirib kelgan bu yangiligimiz So'y tumani. Bu yerda funksiyalari Lacoste, Narkotik, Dima Bilan, Davidov, Chanel, Bibligum, Versace turbo sushkasi chernitilan bor.
Bu ham sizga 70% dan 30% gacha daromad keltirib beradi. 30% rasxod, 70% daromad. Endi men sizga o'zi ishlash sistemasini ko'rsatib beraman. Xo'p. Mana bu yerdan pul tashlanadi. Mana. Masalan ketdi, narkotikni bosamiz. Narkotik bosilgandan keyin 15 sekunddan keyin chiqarishni boshlaydi. Buni qo'yishdan oldin bunga kompressor bilan ishlaydi. Aha. Bu kompressor bo'ladi, havo chiqib turadi, o'zi mana siz ko'rasiz, 15 sekunddan keyin havosi chiqishni boshlaydi. 5000 so'mga necha minut beradi? Mana. Endi bu klientning nimasiga qarab, mana Suxoy tuman aynan mana shu bo'ladi. O'zingizni mo'ysam apparatingizni yoniga mana shunaqangi Suxoy tumanini agar joylashtiradigan bo'lsangiz, bu ham bir qo'shimcha daromad manbai bo'ladi. Bitta yengil mashinaga necha minut qo'yiladi bundan? 60 ming 1 minut qo'yiladi, 10 ming so'mga bemalol mashinasini dutatib olib ketsa bo'ladi. 15 ming so'mga? 15 ming so'mga mashinani dutatib olib ketadi. Mana o'sha bitta mashinani dutib bo'ldi bu. Dutib bo'ldi, hali vaqtlari qo'yilmagan. Buni nimasi qanaqa? Hidi. Hidi har xil aka hidi. Aha. Lakosti, narkotik, hammasidan bor. 6 xil hidi bor, plus aka, plus tomoni, mana Suxoy tumani chiqib bo'ldi. Mana Suxoy tuman mana shu bo'ladi mana. Mashinangizni hidli qilib olganingizdan keyin mana bu yerda cherniy shin bor. Balonlar uchun bosiladi. Aha. Bemalol mashinangizni balonini qara qilib olasiz. Endi o'zi bu nima turibdi? Zo'r chiqdi lekin. Ham Suxoy tuman, ham mashinani balonni qoraytiradigan. Bu apparatimizga ham 1 yil kafolat beramiz. Kafolati faqatgina monitorga и kupriyomniga pul olayotgan bankomatga bo'ladi. 180 balandlikka korpuslari nержавейкадан и неразбёрsi shishadan. Bu ham sizga Mo'ysamdan ko'proq pul ishlab beradi. Chunki O'zbekistonga kirib kelgan yangiligimiz aka. 1 minutda 1 minutda 60 ming so'm bo'ladi. 1 minutda 60 ming so'm bo'ladi. 15 ming so'mga mashinasini polniy Suxoy tuman qilib oladi. 15 ming so'mga necha sekund bo'ladi? 15 mingga endi где-то 15 sekund shunday atrofda bo'ladi. 15 sekund atrofda bo'ladi. Ha, endi u klientning talabiga qarab-da, men aytadi, masalan, uni vaqtlarini o'ziga ko'rsatib beramiz, qanday qo'yish kerak, aytaman, bu odamga оправдат qilmagan joyga o'zlari настройка qilib olib ketsalar ham bo'ladi. Xo'p, masalan, nima deydi? Katta mashinalarga, avtobus, mikroavtobuslarga masalan ko'proq ketadi. Ha. Shu uchun yengil mashinalarga, masalan, Gentra Cobaltlarga juda ham kam ketadi. Shunday. Gentra Cobaltlar o'rtacha 15 ming, 20 ming so'm bilan chotki bo'ladi. Zo'r qilib, salonlarni priятный qilib chiqarib olsa bo'ladi-da. Masalan, mo'ykaga kirganingizdan keyin samoykadan mashinangizni yuvdingiz, bitta priятный qilish uchun bitta Suxoy tumani urasiz, balonlaringizni chotki qilib qara qilish uchun bitta cherniy tilishni bosasiz, mashinangiz yangi salondan chiqqanday bo'ladi ekan. Mo'ysam apparatini olaman degan akalarimiz, ukalarimiz diqqatiga zo'r imkoniyat, ukalarimiz o'zlari mana shu Suxoy tumanini ham o'zlari ishlab chiqarganlar. Zo'r, menga yoqdi, juda ham yoqdi. Chunki bu ham hozirda klient chaqirishni yangicha bir uslubi. Uslubi shunday ekan. Komfortligi bilan ustunligi borda, masalan, boshqa Mo'ysamga nisbatan, masalan, ikki jo'ra masalan yur o'rtog'iga aytadi, mana bu mo'ykaga boramiz, Suxoy tumani ham bor. Shunday. Klient bu narsaga oddiy misolda qarang. Mo'ykangiz 1 kilometrdan keyin u yoqqa yana 3 ta mo'yka qo'yilgan, lekin sizning mo'ykangiz ham komfortlik uslubi bo'yicha, Suxoy tumani apparatingiz bo'yicha ajralib turadi. Aytadi, ketdik, u yerda masalan ana bu yerga borda turbovoda. Turbovadani bosgandan keyin 250 bar sepadi, vadaga 200 bar sepadi, turboga 250 bar. Funksiyalarga ham klientlar o'zi ahamiyat beradi. Ana bu yerda nano shampuni bor ekan, yoki turbovadasi bor ekan, yoki u yerda Suxoy tumani bor ekan deb aytib klient chaqiradi bu narsa. Yoki pilisos. Pilisos aka. Hozir Dynamic Xudo bir 15-20 kundan keyin pilisoslarimizni apparat bizdan olgan apparatga bir motorlik pilisosni bonus qilib bermoqchi biza. Mana shunaqa pilisos. Mana shunaqa pilisosni bir motorlikni bonus qilib beramiz. Xo'p, pilisosni ham mana shunday kattasini ishlab chiqarsa bo'ladimi? Bo'ladi. Hozirda protezda ketyapti. Bundan kattaroq yashik bo'ladi. 4x1 bo'ladi. 4 ta funksiya bitta yashikning ichiga. Bu degani Suxoy tuman, balon qara qilayotgan pilissos, yana bu yerda ana turbo sushka bor. Turbo sushka. Общий qilib bitta yashikning ichiga tiqib, u ham sizga normal biznes degan aka. Zo'r qo'yil, menga ma'qul keldi. Shu uchun bizadan taklif, sizdan esa qaror qabul qilish. Mana shu yerda bor narsalarni. Siz agar xarid qilaman desangiz, bitta Suxoy tuman, bu yerdan Mo'ysam apparatini ochkolari nechta bo'ladigan bo'lsa, hammasini shu yerdan
dastavkasi, ustanovkasi hammasi ichida bo'ladi, to'g'rimi? Hammasi ichida bo'ladi. Aka yana bitta narsada konkurentlardan ajralib turayotganimiz aka bizda birinchi o'rinda sifat, juda ham sifatli ishlaymiz. Pastavkalarga qo'tirilgan, kabellari ulangan, akkuratli holatda bo'ladi. Hamma narsamiz как положено garantiyalarni berib, zapas tashlab ketib, qo'yib bergan narsamiz aytganda 100 bo'ladi aka bu. Dalashma xohlayman klient bilan yana ishlashni, bir marta qo'ydim, ketdim emas aka. Bizda tajriba 1 yillik emas, 5 yildan beri shu sohaga ishlab kelyapmiz aka. Mana, yo'q qo'ying. Men o'zim ham sizlarni birinchi marta emas reklama qilishim. Har reklamamda ko'rib boryapman, yangiliklar, o'zgarishlar bo'lib boryapti. Bu tomondan nima bo'ladi? Bu apparatlar endi obrazes, просто tayyor apparatlar. Apparatlarimizning soni cheklanmagan, kimga kerak bo'lsa bemalol kelib olib ketsalar ham bo'ladi. Pastga podvalga ham apparatlar terib qo'yilgan. Xo'p, men endi oyiga bir marta kelishim mumkin yo 2 oyga bir kelishim mumkin. O'zlaringizning ijtimoiy tarmoqlaringiz ham bor, to'g'rimi? Telegram, Instagram, YouTube'imiz bor. Mabodo ofisimizga kelib, qanaqadir maslahatlar kerak bo'lsa, Umidjon akamiz shu yerda proyektlarni chizib berib, hammasini buxgalteriya ishlari ham bor. Bizda kredit ham bor. Kredit degani bizda firmamizga pul ko'chirib beradilar. Tanlagan apparatlarning ustiga 12% minadi NDSlik. Bizda shartnoma beramiz, bank bilan dogovor qilib pulni ko'chirib beradilar. Kredit ham bor. Xo'p, bu Mo'ysam apparatimizga va So'y tumanimizga necha yil garantiya bor? Xo'sh, 1 yil apparatimizga garantiya, 5 oy tekin servis, Suxoy tuman apparatimizga servisi bor. 1 yil aytganda ekraniga, shu miyasiga, ekoproprimniga 1 yil garantiya beramiz. Mana. Endi bir xillar bor aka, klientlar shlangni tortadi, unga garantiya bera olmaymiz yoki chernitilni kesib ketadi, endi unga garantiya beramiz. Borgandan keyin как положено o'zimiz ishlatib berib, hidini chiqarib ketamiz aka. Tadbirkor akalarimiz shuncha narsani o'rnatgandan keyin ikkitagina kamera ham o'rnatsalar juda ham yaxshi bo'ladi. Shunday. Chunki o'zlarini foydalariga bo'ladi. Shunday. Xo'p, ehtiyot qismlari, zapchaslari hammasidan bormi? Hamma narsasidan bor. Buni o'zimiz ishlab chiqaramiz aka. Baribir texnika ishlaydi, ishlagan texnika baribir buziladi. Shu uchun buni olishdan oldin ko'pchilik o'ylab qaraydiki, bu narsani olyapman. Bu narsani ertaga kelajakka buni zapchasi bormi, ehtiyot qismi bormi, buziladigan vaqtga men zapchasini qayerdan olaman degan savollar tug'iladi. Bizda hamma zapchaslardan bor. Hammalardan tortib ipidan ignasigacha hamma narsasidan bor. Mana kafolatlangan xizmatlarimiz. Xo'p, adresimiz qayerga? Adresimiz Buxoro shahar Futor Chermet bozorchasiga bormasdan birinchi Yangidomga Sammoy servis deb yozib qo'yilgan. Shu Futor Chermet bozorini reparasiya desak ham bo'ladi. Shunday. Shunagina Futor Chermet bozori reparasiyaga kelib turib, men keldim desangiz, akalarimiz shunagina sizni kutib olishadi. Ekranda telefon raqamlar bo'ladi, lokatsiya ham tashab berasizlar. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga borib, mana shu apparatlarni o'rnatib bera olamiz. Shunaqa. Xo'p, endi boshqa viloyat, uzoqroq viloyatdan bo'ladigan aka-ukalarimiz o'zim borishga masalan vaqtim yo'q deyishlari mumkin. Agar Telegramdan tashab beringlar, men tanlayman desalar ham buni ham imkoniyati bor. Kanalimiz bor. Qurberako mo'ykamizning kanali bor. Bemalol o'sha paytga o'sha yerda ishimizni ko'rsalar bo'ladi. Qanday sifatliligini, qanday daromad kelayotganini bemalol yerda qo'yib bergan akalarimiz rahmat aytib videolar tashab qo'yganlar-da, bemalol o'shalarni kelib tekshirib tursalar ham bo'ladi. Kanalimizga qo'shib qo'yamiz. Ishimizni bemalol kuzatib borsalar ham bo'ladi ekan. Xo'p, 1 minutda necha 1000 so'mga necha minut berishini ham nastroyga qilib berasizlar o'zlaringiz. Shuna, endi aka qaranglar, qancha funksiya ko'p bo'lsa, shuncha sizga klient ko'p keladi aka. Bu funksiyalar bosildim aka sizga pul sanaydi masalan. Har bitta bosgan funksiya sizga pul sanaydi. O'zimiz bir marta vaqtini qo'yib beramiz, o'rgatib ketamiz. Qanday qo'yish kerak, nima qo'yish kerak. Qachonki apparatni qilmagandan keyin o'zlari yo qimmat qilar, yo arzon qilar aka. Endi biznesni boshlashdan oldin meni ham taklifim klient yig'ish uchun ko'pchilik aka, bu endi hayotda sinalgan narsa, ko'pchilik arzonroq qo'yadi. Shuna. Minutini ko'proq qo'yadi. Чтобы men klient yig'ay. Menga hozir 1 oy, 2 oy, 3 oy foyda kamroq bo'lsa ham, lekin men klient yig'ay degan tushuncha bo'ladi. Shu uchun bemalol nastroykalar qilib beriladi. Hammasi tushuntirib ko'rsatib beriladi. Tushunmagan joylari bo'lsa ham telefon nomerlar bor, telefonlashib. Bemalol 24 ga 7 ishlaymiz. Dam olish bizda yo'q. Xo'p, bemalol bizni mahsulotdan agar oladigan bo'lsangiz, mana shu qurilish materiallarimizdan, Mo'ysam apparatlarimizdan bemalol o'z biznesingizni yaratishingiz mumkin. Endi Xudo xolasa, o'sha bu yo'q yo'q.
Sezon. Ha, ko'pchilik niyat qiladi. O'zimning mashinam bo'lsa-yu, o'zim borib maza qilib, boshqalasini yana men ham yuvsam degan odamlarning orzusi bo'ladi. Shunaqa. Xudo xolasa bemalol kelib o'zingizni moykangizga bemalol normalligina daromad qilsa bo'ladi. Chunki mashina ko'payyapti. Xo'p, yana bitta savolim bor. Yuk mashinalari yuvadigan boksimiz ham bormi? Yuk mashina uchun ham bor, proyektlari bor. Ikkitalik konsol, ikkitalik motor qo'yib beriladi. Motorimiz уже aka bu o'zi 5,5 kilovat bo'lsa, 7,5 kilovat bo'ladi, 300 bargacha. Endi ko'pincha biz invektorlik qo'yib beramiz. Men puskatlik tavsiya etmayman. Bu o'ra konkurentlarimizda 2200 dan boshlanadi, lekin u yerda ular bilmaydi. Bez ustanovka, bez shlang, bez yana qanaqadir narsalar, masalan, korpuslarni ham chorli metalldan qo'yib beribdi. Arzon narsaga uchmanglar. Iloji bo'lsa, qimmat bo'lsa ham sifatli narsadan oling, sizga xizmat qiladigan narsa bo'lsin aka. Mana sana shu invektorlikni tavsiya qilaman. Komplektimizning ichida 20 metr shlanka bor. 20 metrdan o'tsa 60 mingdan doplata qilinadi. Har bir boks uchun 20 metr bor. Ikkitalik tros aka ichi. 20 metr ichida bo'ladi. 20 metr ichida. Bo'ldi, bitta mana degan furangiz ham hozir pritsepini o'zi 14 metr bo'lsa, tigachini o'zi 3 metr yo 4 metr. Shu 20 metrga borar ekan. Shuna. 20 metrdan o'tishi ham mumkin ehtimoli bor. O'tsa 60 mingdan doplata qilinadi. 60 mingdan metriga. Metriga, ha. Mana. Xullas ko'pchilik, masalan, katta Aslavnoy, Toshkent Buxoro yo'l yoqasidagi aka-ukalarimiz ochishsa agar Aslavnoy katta mashinaga mo'ljallab o'tishadi. Shuna. Uni napori ham baquvvat bo'ladi. Ha, endi bu hozir bu motor pompamiz 250 bargacha bo'lsa, u motor pompamiz 300 bargacha chiqadi. Unga 7,5 kilovatlik motor bilan 300 barlik pompa qo'yib beriladi aka. Bu ham ekonomli bo'ladi. Biz puskatlik apparat qo'yib bermaymiz. Mana. Xo'p. Menimcha deyman, qo'ldan kelguncha tushuntirib o'tdik. Yana bir takrorlab o'tamiz. Bitta mo'ysam apparatimizni bitta boksiga nimalar kiradi? Xo'sh, pult upravleniyamiz bitta kiradi. Bitta kiradi, ikkita pistoletimiz, bitta pena, bitta suv, motorni upravleniyamiz, motorni shitimiz, invektorlik bo'ladi. Motor turetskiy, pompa italyanskiy 250 bargacha chiqadi. Ikkita konsollarimiz, mana konsollarimiz italyanskiy. Xo'sh, bu yerda ikkita kovrak pistolet держатель, pistolet uchun mo'ljallangan. Bu yerda mana kovrak держателimiz bor. 4 ta anaqa kovrak держатель. Nerjavikadan zanglamaydi, tushirmaydi aka. 4 ta shundan kiradi. Endi nasoslari 4 ta nasos, zapas. Xo'sh, klientlarni qilib qo'ygan ishi boksni tayyorlab beradi, bitta yomkist olib beradi, yomkistni materialni olib beradilar, qolgan montajlarni akkuratni qilib o'zimiz montaj qilib beramiz. Mana. Mana bu yerda santexnikadan tayyor. Xullas, mana shu aytilgan narsalar endi necha puldan necha pulgacha bor? 2700 dollardan 4500 dollargacha. Biz narxni sindirdik. Avvalgi narximiz 3000 dollardan 5000 dollargacha edi. Narxni arzon qildik, xalq maza qilsin deb. Xudo xolasa, hammamizga shunaqangi o'zimizni xususiy va shaxsiy biznesimiz bo'lsa agar zo'r bo'ladi. Hammaga ham nasib qilsin deb qolamiz. Uka, xudo xolasa videomizni yakunlaymiz. Qo'ldan kelguncha ikkalamiz yurtdoshlarimizga ma'lumot berib o'tdik. Agar xato kamchiliklar bo'lsa, hammadan uzr so'rayman. Xo'p, men bera olmagan savollar bo'lishi mumkin. Sizni qiziqtiradigan, o'zingizning savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib bog'lansangizlar, ukamiz 24 soat sizni savolingizga javob berishi mumkin. Xullas, bizdan taklif o'z biznesingizni yaratadigan vaqt keldi azizlar. Shunaqangi mo'ysam biznesini ochib olib, xudo xolasa kelajakka o'z biznesingiz bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz ona yurtimizga ham tadbirkor bo'lasiz. Musofirga ketmasdan turib ham chiroyli daromad qilsa bo'ladigan bizneslardan biri. Hammamizga ham shunaqangi bizneslar nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uka, sizlarning ham ishlaringizga omad. Mani obunachilarim telefon qilib, Bek Buxoro kanalidan ko'rdim. Xudo xolasa shundan o'rnatmoqchiman, o'zlaringiz o'rnatib berasizlar desa, kelishilgan holatda chiroyli qilib, nima deydi? Agar siz nomingizdan chiqsa, siz nomingizdan skidkalar bor. Agar Bek Buxorodan deb aytsalar, skidka qilib, chiroyli narxda qilib beramiz. Arzon bo'ladi bular. Aytiladigan narxi kelishtirib, chiroyli qilib qo'yib beramiz. Xudo xolasa, savdolashsa bo'ladigan imkoniyati bor. Hammamizga shunaqangi mo'ysam bizneslar nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.